Restoranda odamning ko'pligini qarang. Hamma ham oilasini yaxshi joyga olib borgisi keladi-da. Bu padishah restoranida o'zingizni shohlardek his qilishingiz aniq. Negaki hashamatli atmosfera, yuqori darajadagi servis, mazali taomlar, eng asosiysi narxlari qimmat emas. Bu yer turkcha restoran. Boshqa joyda uchratmaydigan turkcha taomlarni aynan shu yerda yeb ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, danar solingan lahmatjon yoki asal va qaymoq bilan tortiq qilinadigan sirli pide. Agar shunaqasini boshqa joyda yeb ko'rgan bo'lsangiz, kommentga qattaligini yozib keting. Taomlarning mazasi menga yoqdi. Kaboblarni ham maromiga yetkazib pishirishibdi. Ovqatdan keyin har xil desertlari ham bor ekan. San Sebastianning zo'rligini qarang. Xullas shiraxo'rlar, bitta like bosib qo'ysanglar ham arziydi. Padishah restoranining yana bitta menga yoqqan tarafi, oilaviy kelsanglar, detskiy plashatkasi ham bor ekan. Parkovkadan bepul foydalansanglar bo'ladi. Har kuni 8:00 dan 23:00 gacha ham ishlaydi. Ertalabdan nonushtaga kelsanglar ham bo'ladi. Gapchi opalarimiz uchun har kuni soat 12 dan 4 gacha 10% chegirma ham bor ekan. Yana markazda joylashgan. Qisqasi yaqinlarni olib kelavringlar. Padishah restorani Qoratosh Media Parkning shundoqqina birinchi qavatida joylashgan. Bu videoni oiladagi eng ko'p pul topadigan insonga jo'natib qo'ying. Sizlarni shu yerga olib kelsin.